Chilonzor 23-kvartal, Arentor Shirin chorraha, Farxatskiy bozor. Bir xona, 2 xona qilingan 3-etajda joylashgan uyimiz. Mebel texnika hali hech kim yashamagan. Bu zal qismi hamma jihozlari bor, televizor, hamma narsasi bor, parda, divan, kreslo bu yoqda. Sanuzil qismi, sanuzil совмещенный. Bu yoqda kuxnyasi, stiralka, холодильник, gaz, hammasi yangi. Hali hech kim yashamagan. Umumiy maydoni 36 metr kvadrat. Bu yoqda spalnisi. Bir xona, 2 xona qilingan Chilonzor 23-kvartal, Arentor Shirin chorraha, etaji 3-etaj. Bank orqali через ipoteka ham sotiladi. Aloqaga chiqsanglar gaplashamiz narx-navosini.